Çeqib etilgan masjidning o'rniga mehmonxona salmoqchi bo'lgan Elton şirketining qarshiliqqa uchirdi. Yangi Arab torining 9-sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerika Islom munosabatlari kengashi va boshqa kishilik faoliyatchilari Elton şirketining Sharqiy Turkistondagi çeqib etilgan masjidining o'rniga mehmonxona selish qaroridan bir hafta ichida yenishni talab qilgan. Undaq bo'lmagan taqdirda Elton şirketining xalqaro miqyosida boyqut qilishga duch keladiganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, chorshanba kuni Amerika Islom munosabatlari kengashi bir qancha Uyg'urni o'z ichiga olgan bir turkum musulmon kishilik huquq faoliyatchilarini boshlab Virginia shtatining shimolidagi Elton mehmon sarayi bosh shtabiga berib, boyqut qilish to'g'risidagi talabini Elton xodimlariga topshirgan. Biden bilan Xi Jinping telefon suhbati o'tkazdi. BBC xabarlar agentligining 10-sentabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping telefon suhbati olib borgan bo'lib, suhbatda raqobatning to'qinishga aylanib qolmasligiga kafolatlik qilish uchun har ikki davlatning mas'uliyatlari muzokara qilingan. Oqsaroyning bayonotida bildirilishicha, bu qitimliq suhbatda ikki davlat o'rtasidagi o'rtaq manfaat va qimmat qarashlarining o'xshamaydigan taraflari to'g'risidagi masalalar asosiy tema qilingan. Yaqinqi mezgillarda Amerika-Xitoy munosabati jiddiylashgan bo'lib, savdo, josuslik, yuqumli kasal qatorliq sohalarda ikki davlat o'rtasida to'qinish yuz bergan. Amerika Xitoyni Sharqiy Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligi, Janubiy dengizdagi qonunsiz egilik huquqi talab qilish qilmishi sababli tanqid qilib kelgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı buni izchil turda rad qilib, Amerika bilan o'zangi so'qishtirib kelgan. Bu Biden bilan Xi Jinpingning 7 oydan buyonqi tunji navbatlik telefon suhbati o'tkazishgan. Ba'zi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, Biden bilan Xi Jinping o'rtasidagi bu telefon ziyorati Amerikaning Xitoyga besim ishlatish va Xitoy bilan kuch sinishish jihatda ojiz kelayotganligidan derak berdi ekan. Xitoy Sharqiy Turkiston va Tibet rayonlarida 30 aerodrom qurdi. Bugungi Hindiston torining 10-sentabrdagi xabarida deyilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi Sharqiy Turkiston bilan Tibetda yangidan 30 ga yaqin aerodrom qurgan bo'lib, bu 30 aerodromning bir qismi qurilishni davomlashtirish holatida ekan. Bu aerodromlar Xitoyning Hindiston bilan chegaralanadigan chet rayonlardagi harbiy aslaha qurilishini ilgari surdi ekan. Xitoy hukumatı Tibetdagi ul aslaha qurilishini kuchaytirayotgan bo'lib, Xitoy yaqinda Tibetda yangi yuqori sur'atlik tosh yo'l liniyalarini ro'yobga chiqargan. Xabarda ko'rsatilishicha, temir yo'l, tosh yo'l va aerodrom ul aslahalarining keng ko'lamda taraqqiy qilishi Xitoy armiyasining odam kuchi, xom ashyo va qurol kuchi qatorliqlarni chegara rayonlarga yo'tkash iqtidorini zo'r darajada oshirdi ekan. Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq masalasini tekshirayotgan Uyg'ur sotiga hujum qildi. Amerika ovozi torining 10-sentabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi 9-sentabr Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda ichiladigan Uyg'ur sotini tanqid qilgan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian guvohchilarni artistlar, sotni bo'lsa qonun, adolat yoki haqiqat bilan munosabati yo'q deb bildirgan. Xalqaro jinoiy ishlar qonuni mutaxassisi va dangliq advokat Jeffrey Nice apandi boshchiligidagi bu 9 kishilik zastatillar o'miki akademiklar, sahiya va savdo mutaxassislari, diplomatlar va advokatlarni o'z ichiga olgan bo'lib, sot bu yil 6-oyda tunji qitimliq isbot anglash yig'ini o'tkazgan. Uyg'ur soti Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligiga oid dalil isbotlarni to'plashni maqsad qilgan bo'lib, zastatillar o'miki yil oxirigacha Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi qilmishlariga qarata hukm chiqarishni planlagan.